Birinchi ishonmagandim, ustozlar gapirganda ishonmagan, qo'l energiyasi. Ko'pchilik ishonmasligi mumkin, mana sinab ko'rsa natija bo'ladi haqiqatdan. Kelcha bo'lyapti, mana onam adalarini yo'qotib nima qildik? Hamma stressda, shokda, mazalar qochib qoldi xolami. Endi doktor sifatida ko'pincha kim bor? Bahodir bor. Bordim, davleniyni o'lchasam, oshib ketgan. Dorilar yo'q, qo'limda hech narsa yo'q. Shu yana qo'l energiyasidan foydalaning. Qo'lingizni bering, o'zingizni tinchlantiring. Yaxshi narsalarni o'ylang. Shu darajada kuchli ishlaydi qo'l energiyasi. 1,5-2 minutdan keyin boshdagi og'riqlari ketib, yengillanish paydo bo'ldi xolamda. Mana shu qo'l energiyasi yordamida oshqozon ichagimizni o'rniga qo'ysak, 1 soat kuniga qo'ysak, 20 kunda yoshlikdan beri bo'lmaydimi kasallik? Har qanaqa kasallik chiqarib yuboradi. Kimda buyrakda muammo bo'lsa, belini ikkita yumshoq qismiga 1 soat qo'yadi. Kimda oshqozon ichakda muammo bo'lsa, qorniga 1 soatdan qo'yadi. 20 kun xuddi roza tutgandek niyat qilib boshlangda shu narsa. Qanaqa kasallik bo'lsa, hammasini chiqaradi. A'lo darajada natija olsa bo'ladi. Buning uchun pul ham sarflash kerak emas. Dori ichib tanangizni zaharlashingiz ham kerak emas-da. Hatto birovga yalinib ham yurishingiz kerak emas. Hamma kasallikning negizi umuman olganda o'zimiz ichimizda. Alloh taolo ichkariga shifoni ham yashirib qo'ygan. Shunchaki uni foydalansak, ishonib ixlos qila olsakgina natija qilsak bo'ladi.